Voy mana olmalarni qaranglar do'stlar, biz bugun May Agro kompaniyasiga keldik va ular bizani qutilarimizdan ishlashyapti. Qutilarimiz haqida qisqacha ma'lumot hozir ulardan so'rab olamiz. Mevalar yig'ish terishda, hosillarni yig'ib olishda ishlatamiz. Chunki buni sifati a'lo darajada, bizga sifat taraflari juda qulay. Bu qulaylik taraflari juda ko'p. Terimchilarimizga, yuklashga, mahsulotlarimizni muzlatgichlarda, qishki bozorlarga chiqarish uchun saqlashga juda qulay. Umumiy bu yerdagi plощадь 65 gektar, adashmasam. Bizaki umumiy ekin ekilgan joyimiz 62,5 gektar, 65 gektar hisobida endi nasos suv xo'jaligi bo'yicha 65 gektar hisobida 62 gektar joyimizga mevalar ekilgan. Shu mevalarni yig'ishtirib olishda endi bizga asosiy qutilarsiz bu mevalarimizni yig'ishtirish juda qiyin. O'shaning uchun bizga ko'proq uzoq yillar xizmat qiladigan qutilar kerak. Transportirovka jarayonlarida qanaqa o'zini tutyapti, yaxshimi? Bu sifati juda ham oliy. Birinchi davlat sifatlarida biz 10 mingta shu yil hisobida hozir shartnoma bilan oldik. Buni logistik jarayonlarda ham yuklash, tushirish, o'zini mustahkamligi juda o'ta chidamli. Xolodilnikda taxminan qancha turadi o'zi? Bu o'zini qanaqa ko'rsatadi? Saqlash jarayonlari o'zining tartibi bor. Buni saqlash jarayonlari bitta xolodilnikimiz kamerasiga 100 tonnaga mo'ljallangan xolodilniklarimizga 90 tonna. Bu qutilar bilan. Boshqa razmerdagi qutilar 70-75 tonna kelsa, buni mustahkamligi evaziga 90 tonnagacha, 94 tonnagacha bo'lgan yuklarni qabul qiladi, ko'taradi va joylashtirish. Shundan ham bilsa bo'ladi, sifati yaxshi. Uni saqlash darajasi bor. Buni sovuqlikka ham chidamliligi o'ta mustahkam. Yana kelajakda yana ko'proq bundan xarid qilish niyatlarimiz bor. Xudo xohlasa inshaalloh. Xudo xohlasa. Mana shu sifatni yo'qotmasanglar zo'r. Rahmat, so'z bo'lishi mumkin emas sizlarga. Aloqadamiz, biz ham rahmat, salomat bo'lasizlar. kompaniyalar bilan ishlayotganimizga Minnatdormiz.